Assalomu alaykum, hurmatli yo'l mobil kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga xudo xolasa tiniq smartfonlarni yangi davrlar masalan obzor qilib ko'rsatib o'taman. Bu yerdagi smartfonlar ko'pi xudo xolasa yangi davrlar trending asosida olingan va Koreyadan yetib kelgan yangi smartfonlar bor. Bu smartfonlar imeki registratsiyalari albatta o'zimga ro'yxatdan o'tgan bo'ladi, rastamoshka bo'lgan. Xudo xolasa imeki tomonlama muammosi bo'lmaydi. Har bir telefonga 100% garantiyalarni beramiz. Bizi adres Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Ansor savdo markazining to'g'risida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursalang bo'ladi. Sizlarga yoqqan telefonni Telegramdan yozsalang, tepadagi raqamlarga aloqaga chiqib, video qilib tashlab beramiz. Ma'qul kelgandan keyin zakaz berasizlar. Albatta tezkor pochta orqali smartfonlar dastavkalarni bepul qilib yetkazib beramiz. Birinchi bo'lib men sizlarga hurmatli obunachilar, budjetli variantda arzon narxda smartfonlar ko'rsatib o'taman. Tomonda 17 Pro Max, iPhone'lar, Samsung'lar hamma modellar bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta video qiziqarli bo'ladi. Xo'p, budjetli variantda tiniq holatda ishlatilgan smartfon Redmi 13C 8 ga 256 lik xotira 5000 mAh batareya bilan jihozlangan. Smartfonning holati juda ham tiniq sostenada bo'lib turibdi. Petnolari baholasi yo'q, smartfon ideal holatda bo'lib turibdi. Zakaz beringlar hurmatli obunachilar, bu smartfon sizlarga $90 qilib berishga tayyorman. Xo'p, keyin sizlarga Samsung S21 Plus ko'rsatib o'taman. Bu Dubayskiy regionda ikkita sim karta premium o'qiydi, ya'ni Vietnam. 8 ga 128 lik xotira, 4800 amperlik batareya bilan jihozlangan. Smartfonning holati hamma yo'qi xudo xolasa zo'r sostenada bo'lib turibdi. Bu ikkita sim kartali hadim ham kelavermaydi. Juda ham ko'pchilik so'raydi. S modellar ikkita sim kartaliga defitsit bo'ladi. Foydalanib olinglar. Bu smartfonni men sizlarga hurmatli obunachilar 200 Xo'p, $50 qilib berishga tayyorman. Ikkita sim karta o'qiydi. Xudo xolasa holatlari hamma yo'q zo'r sostenada bo'lib turibdi. Va keyin sizlarga hurmatli obunachilar, xo'p, iPhone'lar tanishtirishni boshlayman. Korobkali variantda bo'lgan. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga iPhone 13 Pro ko'rsatib o'tay mana. 128 talik, batareya yo'nalishlari 84, smartfon holati zo'r. Amerikanskiy LL regionda bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlari ham albatta o'tgan smartfonni. Narxiga kelsak, bu smartfon hozirgi kunda 480-490 sotilyapti. Men sizlarga juda ham qulay narxda $460 ga qilib beraman. 460 ga 13 Pro yo'q lekin atrofda xudo xolasa albatta zakaz berildi. iPhone 12 Pro 128 87%, blue rangda. Holati zo'r, $345. Xo'p, keyin men sizlarga iPhone 15 Pro Max ko'rsatib o'taman. Bu 512 talik xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Batareya yo'nalishlari 87%. eSIMlarigacha o'tgan, bitta sim karta eSIM podдержка qiladi Yevropa regionida. eSIMigacha o'tgan. O'zim именно Maxsvetni ishlataman, 15 Pro Max'ni. Men sizlarga taklif qilaman. Holati juda ham zo'r. Korobka dokumentlari bilan bu 512 talik, yana qaytarib o'taman. Bu smartfonning narxi esa hurmatli obunachilar $885 da tashkil qiladi. Va keyin sizlarga 17 Pro Max taklif qilaman. O'sha trenddagi smartfonda trenddagi rangi, orange rangi 256 talik Yevropa regionida smartfon vakuum holatda no aktiv. Zakaz beringlar, $1640 ga qilib beramiz. 1630 ga olinglar. Va keyin sizlarga 16 Pro Max'da Desert Titaniumni taklif qilaman. 256 talik vakuum holatda smartfon, yangi absolyutni Yevropa regionida narxiga keladigan bo'lsa $1350. Xo'p, keyin sizlarga 13 Pro Max 128 talik Amerikanskiy LL regionida 91%, korobka dokumentlari bilan holati juda ham tiniq sostenada smartfon, petnolari yo'q. Narxi esa $580. 575 qilib beraman. Xo'p, 15 Pro 256 90%, eng kamyob blue rangda. Menga juda ham yoqadi mana shu 15 Pro blue rangi, juda ham neobычный скромный rangda. 256 talik 90%, eSIMlarigacha ro'yxatda o'tgan, bitta sim karta eSIM o'qiydi. Narxi esa smartfonni $780. $780 o'zi 128 talik sotilyapti atrofda. Men sizlarga 256 talikni taklif qilaman. Va keyin 15 Pro da 128 talik kamyob keldi, hurmatli obunachilar. Batareya yo'nalishi 96 ida adashmasam, zaryad o'chib qolibdi. Qora rangda, скромный 128 talik taniq sostenada smartfon. 95 yo 96 bo'lishi kerak. Batareya yo'nalishi juda ham tiniq holatda bo'lib turibdi smartfon, korobka dokumentlari bilan. Men sizlarga bu smartfonni
700 hop $50 qilib beraman. Keyin iPhone 14 Pro 128 talik, batareya yo'mkisi 96. Juda ham kamyobidan keldi. Smartfon taniq sostoyanida koreyskiy regionda. O'zini hattoki original kabellarigacha turibdi, hali ishlatilmagan. Smartfon juda ham saqlab ishlatilgan ekan. Koreysklar bu smartfonni ishlatmaganmi deyman. Juda ham tiniq holatda bo'lib turibdi. Xuddiki yangidek holatda. 96 mikin yoki shunaqa 96 yo 97. 100% radnoy bu smartfon. Xo'p, bu smartfonni men sizlarga $610 qilib beraman. Va keyin 14 Pro 128 talik purple rangda. Yevropa regioni 88 holatlari zo'r. Smartfonni zakaz beringlar, hurmatli obunachilar, $585. iPhone 13 Pro 128 Amerika LA regionida korobka hujjatlari bilan esimlarigacha o'tgan, o'zini original kabellarigacha taniq sostoyanida green rangda bo'lib turibdi. $485. Va keyin sizlarga Samsung S25 Ultra 12 ga 256 xotira, 5000 mAh batareya, Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, 200 megapikselli tiniq kamera, bitta sim karta eSIM qo'yildi. Koreyskiy regionda eSIMlarigacha o'tgan smartfon narxi esa $920. Hozirgi kunda 1050 sotilyapti, lekin juda ham qulay va arzon narxda. Budjetli variantda Samsung A17 bir yil servis kafolatiga ega, 6 ga 128 talik, juda ham ko'p sotilayotgan model, atiga bir dona qoldi. Maslaga bu smartfonni 2.150.000 ga beraman. Xo'p, keyin hurmatli obunachilar, Samsung S23 Ultra taklif qilaman. 12 ga 512 talik xotira, 5000 mAh batareya. Smartfon juda ham tiniq sostoyanida, beli jemchug rangda. Holati zo'r bo'lib turibdi. 512 talik hadam ham kelavermaydi. Foydalanib qo'yinglar. Bitta sim karta eSIM podeshka qiladi. eSIMlarigacha o'tgan. Maslaga bu smartfonni $570 ga qilib beraman. Super chegirma narxda $570 ga 512 talik 23 Ultra xarid qilsalar ham bo'ladi. Va keyin sizlarga juda ham qulay narxda Samsung S22 Ultra taklif qilaman. 12 256 xotira, 5000 mAh batareyasi, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor bilan jihozlangan. Smartfonning holati yaxshi. Ozgina sal petnolari va burchakda bitta bir dona mana shu burchakda petnosi bor. Ikkiga mana shu S Pen Perosning yonida bitta ikkita sal petnolari bor. Smartfon ekranida hech qanaqangi aybi nuqsoni, defekti yo'q, qirilgan, chizilgan, dog'i, soyasi yo'q. Hamma yo'g'i 100% javob. Smartfon narxi ham juda ham qulay narxda chiqadi. $400 ga qilib beraman. Taniq sostoyanida. Keyin sizlarga Samsung S22 Ultrani 12 ga 512 taligini taklif qilaman. Holatlari hamma yo'g'idan ko'rishlari mumkin. Korpuslari yaxshi sostoyanida bo'lib turibdi. Faqat bu smartfon ekranida pechati bor mana. Yaqinroq olib keling. Operator. Ekranida sal pechati bor. 12 ga 512 talik xotira, lekin chotki unaqangi pechati strashniy emas, faqat shu bir dona tepasi sal liniya ketgan. Hamma yo'q zo'r, qora fonga qo'yib olsam ham umuman ko'rinmaydi. Masalan, bu smartfonni $399 ga qilib beraman. 512 talik. Buni tiniqlari 460-470 sotilanadi aslida. Keyin sizlarga Samsung S22 Ultrani to'rala tomonida salafallari olinmagan judayam tiniq holatdagisini taklif qilaman. Qo'limdagisi 12 ga 256 xotira, bunisi esa 12 ga 512 talik. Ikkalasi ham salafan holatda mana. Yangidek korpuslari. Qaranglar, salafanlarni ko'rsating. To'rala tomoni salafan greenda, hamma yo'g'i shunaqangi yangidek holatda bo'lib turibdi smartfonlar. Olasizlar, xuddiki yangidek telefonni videoni berib turibdi smartfon. Bunaqasi bir keladi, bir ketadi. $450 ga buni shunaqa beraman. 256 taligini, $465 ga esa 512 talik salafan holatdagisini qilib beraman. 512 talik tinig'i $465, ekranda ozgina pechati bor $399. Keyin sizlarga Samsung S22, S21 Ultralarga zo'r chegirma qilib beraman. 12 ga 256 xotira, 5000 mAh batareya, Snapdragon Exynos 2100 protsessor bilan jihozlangan, silver va qora rangda tiniq zo'r holatda bo'lib turibdi. Smartfonlar yaltirab $345 dan chegirma narxlarda xarid qilsalar ham bo'ladi. Tiniq sostoyanida 360 sotilinadi o'zi aslida. Keyin sizlarga Samsung Note 20 Ultra, Note seriyaning eng so'nggi avlod smartfon, salafan holatda, 12 ga 256 xotira, 4500 mAh batareya, Snapdragon 865 protsessor, taniq sostoyanida bo'lib turibdi smartfonimiz $320 ga. Samsung S20 Ultra 12 256 xotira, 5000 mAh batareya.
ilk bora Samsung tarixida 100x yaqinlashtira olish imkoniyatini taqdim etgan smartfon Snapdragon protsessoriga ega $265 chegirma narxda. Juda ham tiniq sostenadi. Petno narxi xolasa yo'q smartfonda. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga kommentga o'z izohlaringni yozib qoldir va обязательно bizga obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga va istoriyalarga har kunda olayotgan smartfonlarni va chetga chiqarib berayotgan smartfonlarni, dastavka qilib jo'natayotgan smartfonlarni Telegram va Instagram kanallarimizga istoriyasiga joylab boramiz. Samsung S22 Plus green rangda, tiniq sostenadi. 8 ga 256 xotira 4700 amperli batareya bilan jihozlangan, zo'r holatda turibdi $325 ga. Va kelgan Samsung S21 Plus'da violet ranglari 8 ga 256 xotira 4800 amperli batareya. Batareya jihatidan smartfon haqiqatda moshni zo'r yetib beradi. Holatlari idealni zo'r holatda $265 ga beradi. Va kelgan pushti rangi ayollar uchun judayam neobычный скромный rangda esdan turibdi. Taniq sostenadi smartfon, petnosi yo'q, A holatda. Juda ham a'lo sostenadi. Zaryadlari bu smartfonni vashi moshni yetib beradi. Hozirgi paytda juda ham ma'qul keladi smartfon. Narxi esa bu smartfonni $258 da tashkil qiladi. Tiniq va ideal holatda bo'lib turibdi. iPhone 11 taklif qilaman men sizlarga. 64.94 Yevropa regionida bitta sim karta eSIM o'qiydi. eSIMlarigacha o'tgan. Holatlari juda ham a'lo sostenadi. Narxiga keladigan bo'lsa $245 ga. Gamerlarning eng yoqimli modeli Samsung A90 budjetli variantda. A95 6 ga 128 talik xotira 4500 amperli batareya, juda ham tiniq va idealni sostenadi. $160 ga. Xo'p, Samsung S22 5G modeli qo'limda turibdi. Green rangda 3700 amperli batareya, 8 ga 256 xotira. Narxiga keladigan bo'lsa $278. Va keyin sizlarga S21 5G taklif qilaman. 8 ga 256 xotira, 4000 amperli batareya. Holati yaxshi, faqat kirishgasi sal chexol izlari chiqib qolgan. Men sizlarga bu smartfonni $205 ga beraman. Super arzon narxda. Samsung S20 5G 12 ga 128 talik xotira 4000 amperli batareya bilan jihozlangan. Holati A holatda, yaltirab tiniq bo'lib turibdi. Petnolari chaqa-chuqasi yo'q, smartfon juda ham zo'r holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu smartfonlar $218. Maker ekstrastalari albatta ofitsialniy holatda ro'yxatda o'tgan. Samsung S10 8 ga 128 3400 amperli batareya, holati zo'r, yaltirab turibdi $165 ga. Samsung Note 10 5G 12 ga 256 xotira 3500 amperli batareya bilan jihozlangan. Tepasida salafallari olinmagan. Smartfon juda ham tiniq sostenadi turibdi. Idealniy holatda bo'lib, bu smartfon imeykasi ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Ofitsialniy pasportga o'tgan, rastamojenniy yuklar, xudo xolasa bank ilovalaridan hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Bittasi koreyskiy, bittasi, ikkalasi ham koreyskiy, faqat bittasi ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Maslarga ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan $185 ga va bunisini esa koreyskiysini arzon narxda $175 ga beraman. Samsung M33 modellari 6 ga 128 talik xotira 5000 amperli batareya, salafan zo'r holatda $120 dan chegirma narxlarda xarid qilingan bo'ladi. Puliga 100% arziydigan modellar budjetli variantda, xudo xolasa smartfonlar 100% kafolatga ega bo'ladi. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol zakaz beringlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo tekin, tezkor pochta orqali har bitta smartfonda dastavkalarni bepul qilib garantiyalarini yetkazib beramiz. Har doim bizni kuzatishda davom etinglar va bu videoda juda ham o'z yaqinlaringga tarqatib, albatta bizga kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.